Assalomu alaykum. Nurga salom soat topidagi qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshi tudinglar, salom aytaman sizlarga. Men abay 9 minut 52 sekundlik bir gap qilgan. Shu gapimni Aysajon boshqa to'pga yo'llab qo'yibdi ekan. Erkin Tekas ma gapni qilibdi. 2 minut 25 sekundlik, 26 sekundlik gap qilibdi. Bu gapi qarta men azroq gap qilgim kelib qoldi. Erkin Tekas Hamid Nasrdan diniy temalarda gap qilib, mushu siyosatga kirmasa bo'pti ekan debdi. Erkin Tekasga mening fikrimning yoqmaganligi nima desa, Erkin Tekas qo'llagan tashkilotni qo'llagan odam siyosat bo'ladigan, Erkin Tekas qo'llamagan yerga qarshi gap qilgan odam, Erkin Tekas qo'llaganga qarshi gap qilgan odam siyosat bilmaydigan deb qaraydigan, siyosatni ana ashunchalik biladigan odam hamda Erkin Tekas. Erkin Tekas doim men bir qarqo'saq odam deb turib so'zlaydi-ku o'zi. Men qarqo'saq emas. Men qarqo'saq emas. Qarqo'saq degan hech nimani bilmaydigan odamni qarqo'saq deymiz. Mencho desa jiq o'qimasammi bilmayman. Jiq narsa bilmayman. Siyosat degan nima, qanday nima, kimga, qayerda qanday gap qilishni, kimga qayerda qanday gap qilishni, qaysi odamga qanday muomala qilishni, qaysi tashkilotga qanday muomala qilishni, qaysi tashkilotning, qaysi jamoatning xatosini qanday vaqtda ko'rsatib berishni, qaysi shaxsning xatosini, xato ketgan yerini vaqtida ko'rsatib berishni biladigan. Xato gap qilib qo'ysam, ma gapni xato qilib qo'yibdi, men kechiringlar deb ustimga ola oladigan ashta bir odam. Erkin Tekasning siyosiy engi bilan mening siyosiy engim o'xshamaydi. Men siyosatni gapini ko'p qilmagan bilan hozir millat eng cho'ng siyosat bilmaganlik uchun jiq jihatda nurg'un jihatlarda ketkizib qo'yganlik uchun siyosatni o'zi bir dinga e'tiqod qilib turib, shu dinning siyosiy qismining, shu dinning siyosiy o'rnining, shu dinga e'tiqod qilib turib, shu dinda mustahkam turib, dunyodagi siyosatlarni qanday elib mengishni bilmayotganligini bilib, tunib yetib, bu millat nima uchun mushu kunga qoldi? Allah kainat mahlukat mavjudotni yaratib, mushu insonga kitob avatib, payg'ambar avatib, o'zining e'tiqod qiladigan dinini islom deb ismini qo'yib, mana mushu din to'g'ri deb shu chaqagan, shu dinga iymon keltirgan, shu dinga ishongan, shu dinni mening dinim islom deb mengayotgan bu millat bugun kun kelgan chaqda nima kunga qolganligini, nima uchun mush holga tushganligini tonib yetganligim, mening siyosatni bilganligim shu. Men Erkin Tekas bilan siyosat to'g'risida sen bilsangiz men bilmayman deb talash tortish qilishmayman. Lekin mening siyosatni bilganligim uchun men bütün ahli ilmlarimizga, bütün mushu dinga e'tiqod qilayotgan Uyg'ur xalqiga ma Qur'on haqiqiy bizning yo'limizni to'g'rilab turdi. Agar mushu dinga e'tiqod qilaman desang, islom diniga e'tiqod qilaman desang, mushu Qur'onga kelib, Qur'onning ko'rsatmasi bilan mangan chaqda, bid'atning ishidan chiqqan chaqda, xurofotning ishidan chiqqan chaqda, shirkning ishidan chiqqan chaqda uningdan haqiqiy o'zingning vazifasining nima ekanligini, vatan oldidagi, millat oldidagi burchingning nima ekanligini, shu xurofot, shu bid'atchilik, shu shirkning ichiga kirib ketish, millatni umumyuzlik o'zining nimani ulug'lashni, vatan nima, millat nima, davlat degan nima, vatan deganni qanday qo'g'dash vazifasining borlig'ini bilmaydigan bir holga tushirib etganlik uchun shuning bilan bu nuqtani to'nib yetib, millatning ketkizib qo'ygan yerini yuraklik dadillik bilan o'ttirib qo'yib, bütün ahli ilmlarimizni Qur'onga qarama. Sening xatolashgan tarafing ko'p deb nurg'un narsani qo'rqmay til ahonat ishsammi o'ttirib qo'yayotgan bir odam. Buni siyosat biladigan odam deydi buni. Siyosat biladigan odam deydi.
Bir milletni 70-80% muşu itiqat sebeplik, muşu balanın içine kirip ketkenligi, bid'at itiqat sebeplik, hurafat sebeplik. Appaqo'cu ölgen bilen appaqo'culuk ölmey, appaqo'culuk daim terakki qilib ketip ağalıqını tonup yetkenligimiz üçün kainatның, mahlukatның, mavcudatның yaratqıcısı tarafdan nazil bo'lgan aşı Qur'onga chaqirishimiz, qo'rqmasdan shu gaplarni qilishimiz, qo'rqmasdan o'sha kishilar bilan munozilashimiz, talash tortish qilishimiz siyosat bilganligimiz bu. Biz shaxsan men kimga, qayerda, qanday vaqtda nima gap qilishni bilmayman. Bilmayman. Bugunmi 9:52 sekundlik gibimde men kimga qanday gap qilishni, kimni qanday qo'llashni, qanday vaqtda kimni qo'llasak bo'ladi, qanday vaqtda kimni qo'llasak bo'ladi, shu yerni bilgachga shunda chiroyli o'tirib qo'yib qo'ydim. Lekin Erkin Tekesga o'xshash va boshqa odamlarga o'xshash, birli tarafning gapini qilsa siyosat yo'lab, birli tarafni qo'llasa, birli tarafning gapini qilsa, shu birli tarafning taraqqiy qilish uchun xizmat qilsa, siyosat yo'lab umumyuzda kim haq gap qilyotdi, kim xato gap qilyotdi, kim to'g'ri gap qilyotdi, men qo'llayotgan taraf qanchalik xato qildi, boshqa men qarshtirayotgan taraf qanchalik to'g'ri qilyotdi, hammani dodillik bilan o'ttirib qo'ygan odamni siyosatchi deydi buni. Ma siyaset biladigan, haqda turadigan adam deydi. Lekin aşı men qo'llaganni qo'llaysa, mening siyosiy ingim qanday bo'lsa, menga o'xshash fikr qilsa, men qo'llagan taraf bilan bayroq chiqarsa, men qo'llagan tarafning gapiga barmoq chiqarsa, uning xatosini ko'masga solsa degan odam siyosatchi emas, guppangchi bo'ladi bu. Guppangchi bo'ladi. Shuning uchun mo'shinchilik deb qo'yay, Erkin Tekes gap qilay desak gapchiq debdi. Gap qilmay menga o'xshash ishchingizlikni hammani tashlaveringlar. Sizning gapingizni gap deb bergichiligimiz bor. Biz mushkunga kelib, sizlar qo'llayotgan tashkilotni qo'llaydigan yeriga kelganda qo'llaymiz. Xatosini ko'rsatadigan yeriga kelganda xatosini ko'rsatamiz. Faoliyatlariga qatnashadigan vaqt kelganda vaqtimiz chiqsa qatnashimiz. Bir sorunda o'tirimiz, kulishimiz, yig'lashimiz, hammani qila olamiz. Hammani qamlashtira olamiz. Hammani qamlashtirib kimga qaysi vaqtda qanday pozitsiyada bo'lishni, kimning oldiga qanday chiqishni, kimga qaysi vaqt qaysi gap qilishni bilgan odam siyosat biladi. Bir tarafni qo'llab, bir tarafni bo'lib olgan, o'zining qarashini siyosat deydigan, o'zi qo'llagan tarafning gapini siyosiy gap qilyapti deb boshqa bir siyosiy engi boshqacha bo'lgan odamning gapi siyosat bilmaydigan odamni nima deydi desa, guppangchi deydi unda odamni.